quvonchli kun, ya'ni mijozimiz China Motors avtosalonidan Kai X3 Pro elektromobilini xarid etdilar va eng qizig'i o'zini emas, onasini. Shunda onalarimizni quvontirib yurish hammamizga nasib etsin. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, onamizning xursandchiligini birgalikda ko'rib boramiz. Assalomu alaykum. China Motors avtosalonida bugun yana bir mijozimiz uchun quvonchli kun. Tabriklaymiz ag'a, mashaalloh muborak bo'lsin. Rahmat. Ag'a, avtosalon haqida, sizga ko'rsatilgan xizmatlar haqida fikringizni bemalol aytsangiz bo'ladi. Bemalol hammasini aytaverim. Bemalol. 40 mislami? Yo'q. Menga adim yoqdi. Shu salonga kelib, mashina to'liq qilganimizdan xodimlar hammasi jon ko'ydirib desak bo'ladi. Shu tezroq menga mashinani berish uchun, shu xursandchilik qilish uchun yordam berdilar, xizmat qildilar. Bundan juda ham xursandman. Bemalol sizlar ham kelib shu yerdan mashina xarid etishlaringiz mumkin. Nima deydi? Xizmatlari sifatli, kafolatli va ishonchli deb bemalol ayta olaman. Bugun onamga olib borib sovg'a qilishni maqsad qilganman. Shu xudo xolasa, opamni Xorazmcha aytganda xursand etaman deb o'ylayman. Hozir boramiz, topshiramiz, reaksiyasini birgalikda ko'ramiz. Bozorga chiqibdi qulpunay, yetkazdi xudodan aylanay. Ilinib olvolay, onamni ko'rgani boraman. Ishlarim yo'limni to'ssa ham, poyimda tikanlar o'ssa ham, bir dasta gul olib bo'lsa ham, onamni ko'rgani boraman. Kirsam ham ikkita non bilan, bag'riga bosadi jon bilan. Aytadi keldingmi jon bolam, onamni ko'rgani boraman. Akil balam meni padarkamni. Men ham bir hejning bir nesini qo'yibman sana. O. Ene, shunday deb, inavi senga. Rahmat. Inavi kilitingni. O, rahmat. Tuyading bo'lib yurgiysan hamma vaqt. Rahmat. Ot emas, tuyading bo'lib yurgiysan. Inavi sumkasi inakay. Rahmat balam. Rahmat bolalar, sizlarga ham, hammangizga rahmat. Hammangizga shunday nasib etsin bolalaringiz, ortiqchiliklaringiz shunday tabriklab turmoq. Qayda? Git.